Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İslam ve biz programımızın 84. saniylik görüşmelerine kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalğın. Kadirli görürmenlerimiz hemen malum boğandaki bu programımızda biz her bir Müslüman çokum dinede çokum enik roşan deliller üstüge düşünüşü gerek boğan temalarını ayrım mavzu kılan şekilde huzuruna sunup kılvatımız. İnşallah Rabbim bu söylengen mezmunların tigişlik nesibimizini elip şunun göre şu düşünce bilen yaşaşkı nasip kılışını dileyimiz. Bugünkü temimiz tüm biz elanımızda belgendik. Aldığın saatdeki programımızdaki devamı şekilde buldu. Adı bilen programımızdan daimlik aziz mekmine amana tanış boğan hürmetli ustaz. Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birliği azası şundakla Dünya Müslüman Ala Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşıgali'ni teklif olduk. Kıymetli vaktin çıkarıp kadem taşırıp kılıq Allah için köp rahmet etimiz. Rahmet. Allah razı olsun. Kadirli görürmenlerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarıqlı vatıda. Ekran aldı çıkıp durvatkan numara ve şundakla ictimai fikir vasıtlarındaki alaq vasıtlarımız arkalık programımızga alaqadar arqandaq fikir teklip yoki sual bolsa soruşmalarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarımızdan foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda olsa programımızı başlayıp kessek biz o'tgan hafta oshqo'llik bobidan kirgan edik. Bugun shuni davomli şekilde davomlashtiraylik deb bu siyosiy oshqo'llikningki sabablari hamda o'tgan biz diniy jihatdagi oshqo'llikni so'zlab o'tgan bo'ldik hamda İslam dünyasıdaki bu siyasi oshqo'llikning paydo bo'lishidagi bevosita sabablardan boshlab kirgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana Peygamberimizge dua salamlar olsun. İslam dünyasında siyasi aşkulluğunun peyda buluşuğa, Müslümanlarını ve İslam cemiyetlerini kapıra çıkarıp ötüşke sebep boğan bir türlük amillar. Bu amillar siyasi aşkulluğunun peyda buluşuğa bir vasıta tesir gösterken. Yani hemmeden közü bilen köreleydiğen, köz aldı çelqip durduğun amillar. Bu amillarning birisi siyasi müstebitlik. Hakimiyetlerinin diktatörlük. Biz ötken qatim programlar to'xtalgandik. Siyasi müstebitlik İslam medeniyetininki aqiq chekinishiga bevosita sabab bo'lgan eng chong amil degan edi. Endi bu müstebitlik, hakimiyetlik müstebitlik diktatörlük gelsek, bunu aşqullıqnınki kep çıkışına alayı təsir gösterdi. Mesela müstabit olan hakimiyetler, bu 20. əsrdeki xalqnınki erkinligi bilen, razılıq bilen hakimiyet beşiği çıkmay, ya askerlik olup hukukunu ele algan, ya ki müstabit, ya ki müstemlik güçlerinki orunduk ottağızıp koyuşu bilen hakimiyet beşiği çıkıp algan bu kişiler, İslam hareketleri zulüm qiyğallığı, rahmisizlik qiyğallığı ve İslam fikirdeki insanların ki tinç siyasi hareket etberişiğe tosalık olganlığı bu siyasi aşkınlığa sebep olan amillarının bir hesaplandı. Buna netçiliğen geldi misal var. Biz o misalga keyin to'xtalaylik, bugün to'xtalmaylik. İkinci sebep xalqning irodasini musodir qilish. Yani bu bevos nimaga taqildi bo'lsa, yanalam diktatörlük, yanalam mustamlika, yanalam siyasi mustabitlik taqildi. Mustabit hakimiyet güçler, yukarı dediğimiz 20. əsrdə İslam ve Arap memleketlerinde mevcut boğan hakimiyetinin mutlak bir kısmı mustabit. Xalqning irodasi bilen, erkin saylan bilen çıkan hakim emas. Bu mustabit hakimiyetler xalqning erkinligi ve insani izzet hürmetiga alaqadar istek, arzu, armanlarga yo'l qo'ymagan. Erkinligi cheklim qo'ygan, insani hürmeti bilen yaşaş onun nurg'on putilkaşanlarni paydo qilgan. Hem de demokratik usullar bilen hakimlarni saylashdan iborat bu huquqidan mahrum qilgan. Mesela misal alsak 1991 yılı Aljeriyada İslam qutquzish hareketi reislik saylamada 90% etrafında saylamni g'alaba qilgan. Ama şu vaxtki mustabit hakimiyet, Fransiya tiklab qo'ygan qo'ziq mustabit hakimiyet bu saylam neticesini tamamen amaldan qoldirib o'tgan. Bu saylamdan amaldan qilish neticesida ikki taraf orasida ichki to'qinish yuz bergan,
nurg'un qonlar to'kilgan, nurg'un begunoh insonlar turmalarga tashlangan. Bu mu yanılam nimdan sebebi ise siyasi diktatörlükning, siyasi mustabidlikning sebebi. Bevosita sabablarning qatoridan gunohsiz kishilarni turmalarga tashlash uchinchi sabab. Yani siyasi oshqo'llik qilib bo'lgan sabablarning uchinchisi begunoh kishilarni turmaga tashlash. Mayli Arab mamlakatlarida olsun, mayli islom dunyosida olsun, yoki bizning vatanimizga o'xshash mustamlika tushib qolgan ellarda olsun, begunoh insonlarning turmalarga tashlanishi, zindonlarga tashlanishi va ularga har turli zulm, iskanjalarning etilishi tabiiy holatda insonning kallasida qarshi tarafga qarshi inkos, dushmanlik, hatto zulm qilgan taraf musulmon bo'lib qolsa, garchi o'zini musulmon deb da'vo qilsa-mu, uning qarta hukm chiqaradigan, yo kofir deb qaraydigan, yo tajovuzchi deb qaraydigan, yo zolim deb qaraydigan bu ahvollarni shakllantirdi. Masalan, Misr hokimiyati misolga olib aytsak, 50-yillar atrofida kommunizm qabul qilgan bir davr, qisman holatda bo'lsa-mu, bu Abdunasirning zamonlarida hokimiyat begunoh nurg'un insonlarni qo'lga olgan, turmalarga tashlagan. Bularga ig'ir darajada iskanja etgan, ig'ir darajada ularni qiyin qistoqqa olgan. Ham o'zlarini musulmon deb qaragan soqchilar, qozilar va hokimlar tarafidan iskanjalarning, zulmning, besimning ebbirlishi bu begunoh kishilarda bular musulmonmi yo kofirmi deydigan savol belgisi paydo qilgan. Chunki bular o'zini musulmon deb da'vo qilsa-mu, ammo bularning musulmonlarga olib borgan ziyonkashlikka Hitlerning ziyonkashligidan, hatto Italiyaning jallati bo'lgan Mosulninki jallatligidan ig'ir darajada vahshiy bo'lgan. Xo'sh. Bu sababdan begunoh turmoq tashlangan insonlar qarab, bular musulmon bo'lish mumkin emas degan hukmni olgan. Ya'ni musulmon bo'lgan bo'lsa, bizni nima deb turmusin? Maq turmog'imi tashladim. Nima deb bu darajada insonninki izzat sharafi, obro'y dafsan qilinadigan nima deb azoblaydi, nima deb qiladi? Demak bu musulmon emas, kofir degan hukm bu yerdan kelib chiqqan. Bu 3-omil. 4-omil toifiy xarakterdagi hokimiyatlarninki maydonga chiqishi yoki guruhvozlik xarakterdagi hokimiyatlarninki paydo bo'lishi. Masalan, buni misol olsak, 2003-yili Iroqda Saddam Hüseyin hokimiyat yiqilgandan keyin Iroqda Shialar bosh ko'tardi. Iroqninki o'z Shialar bosh ko'tardi. Bular hokimiyat beshiga Amerikaning vas orqali chiqqan kundan boshlab ahli sunniylarni yo'qotish, ularni ujuqtirish xitoblarini e'lon qildi va amaliyotda nurg'un ahli sunni musulmonlar, begunoh musulmonlarni faqat musulmon bo'lganlik uchun qirib. Statistikada qaragan vaqtida 600 mingdan ortiq kishilarni faqat ismi uni Muhammad yoki Osmon yoki Abu Bakrga o'xshab bo'lganlik uchun o'ttirib o'tgan bunday voqealiklar oshkor. Demak bu toifiy xarakterdagi Shialar hokimiyat beshiga chiqqan shu zamondan tortib Iroqda ahli sunna musulmonlari siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, ijtimoiy jihatdan chetga qilgan. Hatto tarixlarda, yaqin tarixda bu. Tarixlar deyse bularning qirg'inchiligi, ular o'ninkidan qalishmoqdek darajada bo'lgan deydi. Faqat musulmon bo'lganlik uchun o'ttirib o'tgan, ahli sunna bo'lganlik uchun o'ttirib o'tgan jinoyatlari xo'sh. Ular o'ninkidan qalishmoqdek darajada bo'lgan. Bu sababdan ahli sunna bo'lgan musulmonlar bularga qarshi maydon turish ahvolga duch kelgan. Albatta bu sohada Iroqdan shialardan sirt, Ironning istixborot idorasi va Amerikaning istixborot idorasi ham o'yinlardan chiqib ekanligi shak yo'q bu yerda. Ya'ni Iroqda bo'lgan insonlarni ahli sunnisi olsun, shiasi olsun, boshqa toifa bo'lib qolsin, o'zaro ziddiyat qilib, davlatni vayron qilish, madaniyatni buzishda bu chet el istixborotining alohida rolining bor ekanligiga shak yo'q. Xo'sh. Demak, o'z hokimiyatidan, o'zininki davlatlik hokimiyatdan umidsizlangan, islohotdan umidni uzgan, sargardon bo'lgan, tiribsan bo'lgan bir xotirjam insoniy hurmatiga erisholmagan necha million insonlar bu yerda ya jinini qo'g'dash uchun shia bo'lish yoki bo'lmagan bo'lsa bu irqiy qirg'inchilik demasakmi yoki irqiy zulmga taqobil turish uchun Daesh qo'shilib ketish iborat ikki xatarlik ixtiyorlikning oldida qolib qolgan. Demak bu yerda ahli sunna bo'lsa o'lim qushqanlik uchun bir bo'lik insonlar jinni saqlab qolish uchun shia bo'lishga majburlangan. Yani bir bölük insanlar bunun karşı turish uchun hokimiyat shia bo'lganligi
taifiy xarakterda hokimiyat yurgizganligi, Iroqdagi butun insonlarni bir vatandosh sifatida adil hokimiyat darsi kirgizmaganligi uchun Daeshga ketilib ketishga sabab bo'lgan. Demak, yuqori 4 turlik sabab. Birisi hokimiyatni, siyosiy mustabidlikka, ikkinchisi xalqqa siyosiy erkinlikning berilmasligi, uchinchisi begunoh insonlarning turmush tashlanishi, to'rtinchisi taifiy xarakterdagi ya guruhvozlik xarakterdagi hokimiyatning meydon chiqishi iborat. Bu 4 turlik sabab tufaylidan oshqullik fikri tez suratda uchur davrda internetlar tarqalgan. Chunki bu voqelik, ya'ni bu zulm, yuqoriga 4 turlik illat faqatlam Iroqda emas. Ya'ni Iroqlik xas emas. Bu başka Liviyada var, Suriye'de var ve ondan başka yerde var. Mesela Suriye'de misal kalıp etsek mi, hakimiyet başında taifi karakterdeki hakimiyet başında. Az sallık, 10% yetmiyor. Ama bugün küllükte şu taifi ini ölen, Şii, micazı ölen devletini, milletini, halkını qaysi ahvalda yapıp koyganlığı ekranda, kamerada görünüp duruptu. Bu 4 türlük sebep tüpeyliden aşqulluq fikri tez suratda zulm mavjud bo'lgan, diktatorlik mavjud bo'lgan, siyosiy mustabidlik, siyosiy zulm bo'lgan ellar tez suratda tarqadi. Bu zulmni elib bo'lgan insonlar qarta xuddi Iroqdagi o'xshash, xuddi 50-yillar Misrga o'xshash, bu musulmon bo'lsa ular qilmaydi. Demak, bu kafir, buni qo'llagan, buni tasdiqlagan, buni imzo qo'ygan, bunda hukm chiqargan qozilar bu kafir degan. Bu hukmlar jamiyatda yaqib shurdi. Demek turmalarda qiynalıyotgan insonlarningki sadolari, ingrashları bu turmalarning tomlarini o'tib sirtki insonlarga yeyilgan vaqtida bir o'zining ismi Abdulfattah bo'lsinmi, o'zining ismi Ahmad Samat bo'lsinmi, bunda zulmni tegan bo'lsa, bularni musulmon degini bo'lmaydi. Demak, bu kafir, buni qo'llagan hokimiyatmi kafir deydigan. Bu oshqulliq fikri bu yerdan kelib chiqqan. Bundan qanday hukmni xulosalaymiz? Bizga nisbatan elbette siyosiy mustabidlik, siyosiy tajovuzchilik, siyosiy zulm mavjud bo'lgan, xalqning irodasi musodir qilingan, begunoh insonlar turmush tashlangan, oz sondagi toifa xarakterdagi odamlar o'zining shaxsiy manfaatini davlatning, millatning manfaatidan ustun ko'rgan vaqtida bu yer nima kelib chiqadi bo'lsa, oshqullik aniq kelib chiqadi. Demek bu Arab dunyosidagi oshqullikning paydo bo'lishining sabablaridan emas, birinchi sababi siyosiy mustabidlik. Demek bu yerda har bir insonga adil muomala qilingan bo'lsa, hokimiyatda siyosiy erkinlik bo'lgan bo'lsa, hokimlar diktatorlik yoki qurol kuchi bilan chiqib olmay, xalqning tanlashi bilan chiqqan bo'lsa, yoki boshqalar g'alchilik qilmay o'zining millatiga vakillik qilgan bo'lsa, bu oshqullik yuz bermaydi. Har bir inson tinch siyosiy faoliyati bilan, siyosiy harakati bilan ish olib borgan bo'ladi. Demak, bugungi Arab mamlakatlaridagi siyosiy oshqullikning paydo bo'lishning birinchi sabablari siyosiy diktatorlik, siyosiy mustabidlik. Ammo mahkumlikqa duch kelgan, mustamid duch kelgan ba'zi ellarda qisman bu oshqullik yuz bergan bo'lsa, buning sababi dal o'xshaydi. Siyosiy zulm, siyosiy tajovuzchilik, erkinligiga to'sqinlik qilish, insoniy izzat obro'yiga chaqilish deganga o'xshash. Bu ishlarning o'zimi mahkumlik duch kelgan yer nimani paydo qilsa, adolatga erishmaganlik uchun, insoniy erkinlikka erishmaganlik uchun u yerdami qisman insonlarda oshqun fikrniki meydon kelishiga sababchi, turtki bo'ldi. Bu oshqunlikning paydo bo'lishiga hammadan ko'zi bilan qarablan bilib olgan bo'lgan oshkor sabablar. Xo'sh. Ko'p rahmat. Mishada yuqorida sizlar so'zlab o'tgan misollarda shu zulm qilg'uchi hokimiyatning ichidagi insonlarningki shu begunoh xalqga, shu musulmonlarga dahshatlik hatto Gitlerdan oshirib bu qilingan ular uchirgan qiyin qistoqlar bu narsa xuddi Risolat filmida xuddi o'z vaqtida islomning bosh davrida musulmonlar iymon etganligi uchun dahshatli qiynalib zulm uchraydi. Alaning Makka mushriklarning qilgan zulmlaridan o'ta zulmga uchraganligi uchun oldidagi bu zulmga uchragan normal begunoh kishilarningki ularni bular musulmon emas,
kafir olsun bu şunchalik qilmasdi deydigan fikrga akab qo'yganligi bir hisobda ularning nima deb o'ylash kerak endi ular endi oldidagi zulm qiluvchini demas uning bu kafir emas shunday qilmaydi deganligi uning uchun bir oshqunlik hisoblanadi bu chunki begunoh fikrda buningga uni qandaqsiga biz bosh mushundaq natijaning kelib chiqishiga bu zolim diktatorlar sababchi bo'ldi bu to'g'ri ammo bu begunoh zulmga uchragan bular nimishqa ularni senga kafir diyemisin yoki ularni shunday deganligi uchun nimishqa oshqun hisoblansin bu yuqori deganimiz yuqori degandek bevosita ko'z bilan ko'rgan bo'lgan sabablardir to'rtasi xo'sh yana oshqunlikning paydo bo'lishiga ve oshqunlikninki ko'rinishini tasvirlab beradigan cho'ng 3 turlik yoki 5 turlik omil sabab mavjud. Biz buni ama ikkinchi temamiz yani biraz ekan vaqt to'xtalamiz. Demak bu insonlarninki ashunda hukm chiqargan insonlarning kallasida biraz ekan to'xtalmoqchi bo'lgan bir qancha nuqtadagi bu omil o'zining joyida bo'lgan bo'lsa bu kafir deydigan holat emas, balki zalim, fasik, fajir deydigan holat hukm chiqarishi mumkin. Masalan, buni misol olaylik. Doktor Yusuf Qarzavi islom dunyosida tanilgan hozirgi birdan bir mujtahid darajasiga hamma olim e'tirof qilgan oshqun radikallardan boshqa. Fasik abgalidan boshqa, yani o'ngchi oshqun, solchi oshqundan boshqa normal bütün dünyadaki Müslümanlar bizden yol başımızda itiraf kılan Doktor Yusuf Qarzavi ve onunki sabdishi olgan Pakistan'daki İslam Üniversitesi'ni kurgan Doktor Ahmet Assal 60. yıllar etrafında olsa gerek bunların mahkemede çıkargavatı Mısır'da ondan tuğmu qep yalıngaç halette mahkemede sorakta atıldı. Demek bu kapılakka bu alimlerimiz düç geldi Mısır komünizm zamanında Mısır'da 60. yıllarda düç geldi. Ama bu alimlerimiz hakimiyetini fasık dedi, facir dedi, zalim dedi, musabet dedi. Ama kafir dedi. Çünkü ular özünden kıygan işlerini bir yolla bilen aklaş orunda ya ki aklap gitti. Setilmemeliler bilen. Bir sebepler bilen. Ama hakiki doğru yoldaki alimlerimiz ulan kafirde hüküm çıkan. Ama bunun o'xshash ilim sapası yuqori olmagan normal bazı insanlar ularninki razilligi, nomussizligi, inson qalbidan chiqqan, Hitlerdan eşib chiqqan bazı radikalligi sababidan bu kafir olmay nima degan hukm ulardan kelib chiqdi. Demak bu o'xshash xafalık duch kelgan, o'xshash zindon tashlangan, o'xshash tayoq yegan ikki odam desak birisininki ularni kafir demek, zalim, tajovuzchi, fasik nima deb atsaganligi, yana bir bölük insonlarniki uni deganligi, tabiiy bu yerda kafir chiqarish uchun ya kafir deb qaraydigan bu psixikaga yoki bu xato yo'l kirib qolish uchun boshqa omillar mavjud demak. Xo'sh, xo'sh. Xo'sh, endi siyosiy oshqunlikning yana bir ko'rinishini ko'rmasam degan jamiyatda yuqorida so'zlanganda bir turlik bir ko'rinish bo'lsa, ikkinchi bir turlik bo'lsa musulmonlar nima uchun keyinda qoldi? Bu haqni egalari bo'lmagan oldimizdagi bu kafirlar nima uchun bütün taraqqiyotlarning hammasi bularning qo'lida, bular nohaq haqning ustida bo'lmay turib biz nima ishga orqada qolamiz degandek nurg'unlagan orqadan so'riladigan shu savollar natijasida qarshi tarafdagiga yoki o'zining dinidagi bo'lmaganlarni butunlay uni yo'qotish kerak bo'lgan dushman deb qaraydigan bir iqlim bor endi. Bu qandaq, buning sabablari qanday kelib chiqqan? Oshqunlikning, siyosiy oshqunlikninki haqiqiy sababi yoki buning ko'rinishi 3 turlik kirzisga yoki 3 turlik omildir. Xo'sh. Masalan, musulmonlarninki oxirgi davrdagi hayotiga bir qarsak, yani 20-asrdagi musulmonlarning ahvoliga qarsak, boshqa davrda qaragan vaqtida insonlarning, dunyodagi insonlarning aqsi qolib qoldi. Tabiiy holatda har birisidan savol so'rashi mumkin. Nima uchun biz kayinda qoldik? Tabiiy holat so'radik. Qanday bo'lib bu yerda? Bizda ilohiy vahiyga tayingan insonlar dunyoning kayinda qolamiz. Ilohiy vahiyga tayanmagan g'arb dunyosi siyosiy jihatdan, ya'ni siyosiy erkinlik jihatdan
iqtisod jihatdan, ijtimoiy jihatdan bizdan oldimizga o'tib ketadi. Nima uchun ular kambag'allikdan qutuladi? Biz kambag'allikdan va bir asrning mag'lubiyatdan, xo'rlikdan, hatto qullikdan qutula olmaymiz degan bu savollar o'tirib tashlan. Bu savollarninki javob sifatida eng oddiy javob sifatida berildigan javobning birisi demansa siyosiy oshqunlik. Bunga berilgan javob siyosiy oshqunlik. Yani Müslümanların kendine karşı, Müslümanlarınki kambag'allikdan qutulanmaslığı, Müslümanların mahkumluktan qutulanmaslığı, siyasi diktatörlükten qutulanmaslıqın sebebi siyasi oshqunlik münasebeti. Birazcık keyin to'xtalamiz, belki bunun nima alaqasi bor deyish mumkin. 24-yil 1924 hem hakimiyet hem xalq ichidagi demoqchi o'slar siyosiy oshqunlik. Yani bir bütün. Bir bütün. Bir bütün Hakimiyetdeki siyasi oshqunlik ve hem normal xalqdagi xalqning ichidagi ong jihatdagi siyosiy oshqunlik. siyasi oshqunlik. Xo'sh. 1924-yili Osmanlılar İslam devleti qilgandan keyin İslam dünyasida yuz bergan krizisni 3 nuqtaga xulosalashga bo'ldi. Birisi siyosiy krizis. Siyasi oshqunlikqa olib borgan omilning birisi siyosiy krizis. Xo'sh. Yani Osmanlılar devleti yıkılgandan keyin İslamning siyosiy tuzumi bekinimichilik qadam qo'ygan. Siyasi ijtihad, siyasi taraqqiyot, siyosatda olg'a ilgirlanish ahvoli to'xtab qolgan. Bu davrda afsuski musulmonlar aqidaning tarmoq masalalarida va fiqhning tarmoq masalalarida o'zaro birisi bilan talash tortish qilishga munozara tushib ketgan. Ammo davlat masalasida, siyosat masalasida, madaniyat masalasida dunyoviy yetakchilik qilish, musulmon o'ziniki kimligiga yarasha, aqidasiga yarasha dunyoviy ko'zqarash shakllantirish bu kelgan chog'da pasib qilgan. Bu vaqtida musulmonlar bir qanchalig'an davlatlar parchalanib, ojizlashib ketgan. Osman davlati parchalangandan keyin İslam ellerining mutlaq ko'p qismi yoki vasiliq shaklda yoki bevosita shaklda mustamlikchi kuchlarningki qo'l ostiga kirib ketgan. U vaqtda Yevropaning hammasi degidek islom mamlakatlarini mustamlik qilgan. Xo'sh. Bu birinchi sabab. Ikkinchi krizis musulmonlar duch kelgan kimlik krizisi duch kelgan 19-asrning 5-yili. Yani biz Arab bu musulmon mu? Yani bizga misal olib aytsak, biz Uyg'urmi musulmon bugun kunlik yuz berayotganmiz. Bu krizisga boshqalar 19-asrning boshlaridan duch kelgan. Xo'sh. Qandaqdir necha vaqtdan beri hech qandaq bir talash tortish chiqmagan. Bu kimlik omillar arasida milliy kimlik bilan aqida kimlik orasida hech qandaq to'qinish chiqmay ming yillardan ko'p davomlashgan insonlar sapasının tövellep ketkenligi, özünki dinini sağlam tushunmaganlik sababidan yüzaki tushuncha kirib qolgansadir kimligi to'qinish paydo qilib biz arab demdik yoki turk demdik yo musulmon demdik bu holat paydo bo'lgan. Uchinchi krizis ansapa krizis yuz bergan. Ya'ni bunga o'xshash dunyo o'xshash ketyapti yoki o'zgaryapti. Biz bugungi dunyo o'zgardi deb qarasak chiqish yo'limizni burunqi davlatlarning o'rnikidan, burunqi musulmonlarningki tarixidan o'rnak olib yo'l tepib chiqib ketadimdik yoki boshqacha bir tafakkur qilish kerakmi? Zamonimiz qarta o'ylash kerakmi? Kelgusi qarab yo'l tepish kerakmi deydigan bu ansapa krizis yuz bergan. Mush 3 turli krizis musulmonlarda siyosiy oshqunlikni keltirib chiqargan. Xo'sh. Bunun tafsiloti haqida to'xtalamiz. Unda bu siyosiy krizisga qanday muomala qilingan bu? Biz 3 turli krizis bor. Siyosiy krizis. Qisqalab to'xtalaylik. Musulmonlar İslam devleti çıkılgandan keyin, Osmanlılar İslam devleti çıkılgandan keyin siyosiy krizisga muomala qilishda cho'ng ikki turga bo'lingan. Tarmoqqa kirmaymiz. Osmanlılar devleti çıkılgandan keyin bir bölük musulmonlar İslam dünyasida yangidan İslam diyarida yashaydigan her türlük milletlerini ve her türlük
dillarni sig'dirib ketalaydigan burunga o'xshash islom davlatini qaytadan asliga keltirish lozim deydigan aqim shakllangan. Chunki musulmonlar yashagan diyarlarda, davrlarda her türlü millet özününki milli kimlik bilen, milli örf-adati bilen, milli medeniyeti bilen İslam toqashmagan holat yaşap kelgan. Xuddi bizga o'xshash. Başka dindeki insanlar olsa, Yahudisi olsun, Hristiyan olsun, yani birisi bo'lib qolsin, u İslam diyarida erkinligi bilan yashab kelargan. Yani oyunda bir davlatni qurishimiz lozim deydigan bir aqim shakllangan. Bu aqim 28-yili boshlangan. 24 İslam davlati yıkılgan bolsa, 28 yıldan Hasan Banna degan bu shaxsninki o'ttiroq chiqishi bilan musulmon qarindoshlar tashkiloti orqali davlatni yangidan yangi hukm bilan, yangi tasavvur bilan islomiy qimmat qarash asosida qurib chiqish lozim deydigan aqim shakllangan. Hasan Bannaning qarashicha, ya'ni bu shu vaqtga islom davlatini zamonimizga munosib bir davlat qurib chiqish lozim. Bugün krizini, siyasi krizini hal qilish uchun davlat qurmay bo'lmaydi deb qaragan Hasan Bannaning qarashicha, islomning siyosiy tuzumi yoki koni atalg'i bo'yicha islomdagi xalifalik tuzumi demokratiyaga zid emas. Hasan Bannaning ko'z qarashicha. Ya'ni bu yerda qimmat qarash biz ilgari to'xtalgandek. Manba jihatda, qonuniy manba jihat farqli bo'lgan bo'lsa-mu, ammo idora tuzum, davlatning apparati bu taraflarda zid emas deb qaragan. Chunki meyli İslam'da olsun, meyli demokrat tüzümde olsun, bir Müslümana nispeten, ya ki Müslüman yaşaydıgan bir elge nispeten, dinini qoğdaydıgan ve Müslümanlar vekillik kılıp Müslümanların hukukunu qoğdap mağdaydıgan hakimlarını, prezidentini, ya ki reisini, ya halifini, ya ki millet vekillerini saylaş. Kimnin hukuku? Halkның hukuku. Bu tarafta İslam'ın nazariyesi bilen demokratiya nazarı o'xshaydi. Biz bu tarafdan foydalansak bo'laverdi deb qaragan. Bu nuqtadan islom bilan demokratiya bir zid kelmaydi deb qaragan. Hasan Banna. Xo'sh. Bu idora tuzum jihatdan. Hokimlarningki, millat vakillarining saylanishdi. Endi bundan qarashsa tamamen buna o'xshamaydigan bir aqim shakllangan. Bu aqim deb qaradi, bu aqimdan qarashcha bugun kunlikda bu islom davlatini qurib chiqishning zamoni ketdi. Yoki xalifalik tuzumi deb davlat qursang zamoni ketdi. Bugünkü dünya burungi dünya emas. Zaman farqlandi. Biz bugün xalifa davlati ya xalifalik tuzumi qurib chiqish emas, balki Yevropadan o'rnak olgan asosda g'arbdagi o'xshash davlat qursak bo'ladi. Davlat qurgan vaqtidami imperiya xarakterdagi undaq davlat emas, balki milliy territoriya. Masalan, bugünkü masalan Turkiya degandek yoki Pakistan degandek yoki Sharq Turkiston deganga o'xshash yoki Misr deganga o'xshash har bir doirada, har bir o'zining doirasida yangi milliy xarakterga ega milliy davlat qurib chiqish lozim deb qaradi. Bu aqimni kim yetaklab mangan esa liberalizm aqimidagilar yetaklab mangan. Demak bu siyosiy krizni hal qilishda ikki aqim shakllanadi. Bir aqim islomning ideyasi bo'yicha yangi davlat quramiz. To'g'ri, Misr bo'yicha qo'yib cho'ng bir İslam ellerimiz birleştiren o devlet şekilleniş her yerde kurulsun. Ama kıymet qarash, manba jihatda, asas qonun jihatda İslamni asas qilamiz, ama devletning apparatları, tuzumlari jihatda Avropaning sistemasidan foydalansak bo'ladi. Foydali taraflarda alsak, ziyonli tarafini olmasak bo'ladi deb qarayman. Yana bir aqim, Avropa davlat qanday bo'lsa foydali bo'lamdi, ziyonli taraf bo'lamdi. Ash o'rnak, futulam ko'charib aytganimiz, biz mushundaq yashaymiz deydigan bu aqim shakllangan. Demak, bu siyasi krizni hal qilishda ikki aqim shunday davomlashib hozirgacha bu aqim davom etmoqda. Ammo afsuski bu 20-asrda ko'plagan islom ellarining mustamlika tushib qolishi 50-yillarda mustamlikadan qutulgan bo'lsin bo'lib o'tirish sharq rayonida bu yerdagi tiklangan hokimlarning xalqqa vakillik qilinmasligi yoki islom vakillik qilinmasligi bel ko'pincha o'z vaqtida mustamlika qilgan tajovuzchilarningki qo'ziqi ya qo'chiq bo'lganligi uchun bugungi hokimiyat beshida, istixborot beshida, saqchi doiralarida, adliya doiralarida, tashviqot doiralarida asosan liberalizm aqimi davr surmoqda. Xo'sh, xo'sh. Ular kuchli o'rniga kelmoqda. Endi abay bosh so'zlab o'tganda hozir siyosiy krizga qilingan muomalada kimlik krizi masalasini tilga olganlar, kimlik kriziga qanday muomala? Kimlik krizi qanday muomala qilindi desa,
20 asrning beshidan boshlab islom dunyosida bo'libmi O'rta Sharq rayonida kimlik krizisi jiddiy holat shakllandi. Bugunga qadar bu kimlik krizisi davomlashmoqda. Hali olmayapti. Masalan, biz Arabmi yoki musulmonmi? Ya'ni bizning kimligimiz Arab deb to'xtashli kerakmi yoki musulmonlar deyish kerakmi? Bu 20 asrning beshida paydo bo'lgan krizis bugun kunlikda bir qism Uyg'urlarning nodonligi bilan o'tirib chiqyapti. Biz vaqt ilgari joq to'xtaldi. Yana bo'ldik, biz Sharq kitabami yoki G'arb kitabami? Biz bugun kunlikda G'arbga o'xshash bundaq bir g'arblish asosida davlat qurishimiz kerakmi yoki millatchilikni asos qilgan asosda davlat qurishimiz kerakmi? Bu ummat degan ufqum faqat arabga xosmi yoki butun dunyodagi musulmonlarni birlashtira olamdi degandek bu kimlik krizisi 20-asrning beshidan boshlab o'ttirib chiqdi. Endi bu kimlik krizisi qarta yana ikki xil yo'lnish paydo bo'ldi. Ikki aqim paydo bo'ldi islom dunyosida. Arab dunyosida bir qism ziyolilar, ya'ni bir ziyolilarningki katavashlar deydi. Yoki ashlarningki bo'yicha cho'ngroq mutafakkirlari yoki cho'nglar deb qaraydi. Bular musulmonlar orasida g'arblashish eqimini bazaga soldi. Tashabbus qildi. Bo'ldiki, g'arbning madaniyatini ular yaxshisi va yomoni va deb iltihop o'ttamay, ashni ekkaplam ash bo'yicha yashash lozim. Biz musulmon bo'laylik, musulmonlar saqlab qolaylik, nada desa, masjidda. Ro'z zamoni kelsa, ro'z tutishda, zakat bersa, zakat hech qilsa tukka degan. Biz qolgan hamma ishimizda, dunyo qarshimizda, dunyo tasavvurimizda, xalqaro munosabatlar hammasida siyosiy erkinligini qabul qilaylik, jinsiy erkinligini qabul qilaylik, yana bizni qabul qilaylik. G'arb yashaydi deydigan bu aqim paydo bo'ldi, ham bunga yetakchilik qildi. Ziyolilar. Ya'ni ziyoli deb atalgan, xuddi bizdanki diyorimizga ziyoli deb atalgan. Aslida ziyoli degan gap ayirish to'g'ri emas. Ya'ni millatning kimligiga vakillik qilib millatga oqartish harakati olib borgan odamni buni ziyoli deymiz. Ammo keyingi vaqtda faqat maktab bitkazgan, diplom olgan odam ziyoli deydigan bu hukm kirib qolgan. Shunga o'xshash boshqa yerdami musaqqab deb atalgan bu insonlar yo Yevropa maktablarida o'qib kelgan yoki Yevropa o'qigan maktablarda o'qigan yoki Yevropachi ideyada o'tirib chiqqan insonlar bo'lganligi uchun bular ziyoli deb bu hukm bilan ataldi. Bularningki tasavvuri bu. Hamda islom ideyasidagi insonlar yoki sog'lom dindorlikni qo'g'dayotgan insonlar yoki islom harakatlari bu g'arblashishga qarshidir. Bular dediki, g'arbning butun hamma narsa qabul qilinmaydi. Siyosiy erkinlikni alaylik. Davlatni idora qilish tuzumlardan foydalanaylik, bunda masala yo'q. Biz ilgari to'xtaldik. Lekin shuni bilishimiz kerak, bular dediki, g'arb dunyosi bizga nisbatan mustamlikachi edi. Bizning diyorlarimizda besab oldi. Musulmonlarning birligini bo'layotdi. Mol-mulklarimizni bulang-talang qildi. Madaniyatimizni parchalayotdi. Bizga nisbatan mustamlikachi bo'ldi. Bizning nazarimiz. Qanday bo'lib bizni mustamlak qilgan insonlarning o'rniga butun qabul qila olamiz. Foydali tarafı bo'lsa alayli, foydali tarafı bo'lmagan tarafni hammasida bu bizni tajovuzchi bo'lganlik uchun g'arblashib bo'lmaydi deb qarab. Xo'sh. Balkim bu fikr o'ttirib chiqqan vaqtida 40-yillar, 50-yillar bo'lgan bo'lsa, arab dunyosining ko'pinchisi g'arbningga ishg'ol ostida deydi. Demak, bu yerda bir qismida bu tajovuzchi bo'lsa, bizning huquqimiz Xitoy bizga tajovuz bo'lsamligini, qanday bo'lib buning davlat o'rnigini madaniyat qabul qilgan bo'ldi. Ammo ashularning maktabda o'qiganlarim desa, biz mi taraqqiy qilamisak cho'qim, chopinimizdimi? G'arblashishimiz, milliy do'ppimiz o'g'imiz, bundan g'arblashishimiz, butun tasavvur, fikrimiz g'arblashishimiz lozim. Bu fikrmi Uyg'urlarda 80-yillar, 90-yillar oralig'ida bir qismlarda bor. Xitoy onda taraqqiy qildi, menda taraqqiy qilishga boshladi 95 ga qadar. Xitoy bo'lmagan bo'lsa, biz yana shu qo'y vaqishdan boshqani bilmaydik. Burunqi boylarning ish qiz qo'yib olgan bo'lsa, hozir biz kadr degandan keyin biz bino uyi va deb danglab turdigan Uyg'urdimi bu xil ziyoli deb atash to'g'ri bo'lsa, ko'chim ma'nosida bu xil angdagi insonlar bor. Dal 90-yillardagi kommunist mijoz Uyg'ur ziyolilarimi O'rta Sharq rayonida bir mezgil davr surganmiz. Bu dediki, garchi g'arb bizni besib olgan bo'lsa-mu, bu taraqqiy qildi. Xuddi 90-yillarda bir qismimi
Xitoy bizni besib olgan bo'lsin, bularning saviyasi sahasida biz yo'llarimiz nima dedi? Kengirdi, hozir burun 5 qavat, 2 qavat uy olganmiz, hozir degan Xitoycha yo'q, necha qavatlik binoni saldiman taraqqiyotman dedi. Hattoki Xitoyning ideyasi ta'sirlangan bir qism o'quvchilar Misrda xijil olmay Xitoy taraqqiy qilib ketdi, yurtlarimiz manda taraqqiy ketdi deb shu yerdan bazoq saldimiz. Demak bu ansabra ammiyada o'xshash. Xo'sh. Endi bu islom ideyasidagi ya'ni sog'lom dindorlik yo'lini tutgan deb qaraylik. Ya'ni liberalizmdan xoli bo'lgan. Bu insonlar g'arblish aqimi qanday taqobil turadi desa, bu yerda musulmonlar bilan g'arbningki diniy farq tuyg'usi musulmon qilishgan. Endi musulmonlarning o'zlarini biz mustamlik qilingan millat g'arb bo'lgan bo'lsa bizga nisbatan mustamlikchi deb qarashi, madaniyat farqi bu 3 nuqtadan bu g'arblashib ketishninki oldini ko'p nisbatda oladi. Agar mush 3 nuqta bo'lmagan bo'lsa, arab dunyosi tamoman bugungi kunlik Andalus, Ispaniyaga o'xshash birga tugaydi. Shuningdek, bizning diyorimizdami, Sharq Turkiston diyoridami, Xitoylarning bizni xitoylashtirishga sabab bo'lgan, ya'ni Xitoylarning bizni xitoylash taqobil turgan eng chong to'saq nima bo'lsa, dinimizdan o'xshamaganlik. Madaniyatimizdan o'xshamaganligi va biz o'zimizni ularning mustamlikaga tushib qolgan bir mazlum millat, ulug'imiz zolim, tajovuz deb qaragan. Mush 3 xil nuqta bugun qadar Uyg'ur millatini Uyg'ur millat qilib saqlab keldi. Ammo afsuski bir qism bu tarixni tushunmaydigan Xitoylarningki zarlardan kommunistlik idealining ta'sirini bir qism insonlar faqat tilimiz o'g'irlik uchun. U madaniyatning bir nimasi, bir tarmoq. Ya'ni kimligimizning bir omil. Eng muhim bo'lgan omil dinimizdan o'xshamasligi, madaniyatimizga o'xshamasligi va o'zimizni nimada biz qilganligimiz ishg'ol ostidagi millat Xitoyni tajovuz deb qaraganligimiz uchun. Ammo Xitoyni tajovuz deb qaramagan, Xitoy bizni madaniyatlik deb qaragan, Xitoyning dini nima bo'lsa kommunist bo'lsa bo'lmamdi deb qaraganlarniki holi aniqdi. Yaqinqi vaqtning o'zida 4-5 yildan o'zgargan bo'lsa-mu, yaqinqicha ularning holi aniqdi, so'zlashdan ash yo'q. Xo'sh. Shunga bu o'zlarini sal tuyvag'ini, bilvag'ini yaxshi. Bu millatni saqlab kelgan ishniki asos shuning nima ekanligini bilib gap qilish lozim. Endi bu masala qarta, ya'ni kimlik kirisiga misol olsak, 50-yillar bilan 60-yillar oralig'ida Misrga sotsializm kirgan vaqtida bir qancha yana sotsializm qoplagan shu vaqt. Madim 71da g'arb liberalizm kirgan bo'lsa, uningda ilgari Misrga sotsializm kirgan. Asal Misrni misollashtirish sababi asos arab davlatining ichidagi bir tik tura oladigan yoki bir madaniyati bor yoki ansapasi bor degan Misr. Shu misolni ko'proq misol qilamiz. Misrga sotsializm kirgan vaqtida Misrdan shu zamondagi liberalizmchilar bo'lsin yoki kommunist parastlar bo'lsin, bular mustabid hokimiyatlarning bir maydon turgan. Sağlam islom fikridagi insonlarning yoki harakatlarning zulm uchishi bo'zaq qilinishi ko'z yumgan. Bu insonlarningki yo'lning to'silib qolishi, har turli tahdidlar duch qilishi ko'z yumgan. Bu sababdan islom ideyasidagi bu harakat bilan liberalizm ideyasini tutib manganlar orasida ikki taraf orasida to'qinish, ya'ni kimlik to'qinishi shakllangan. Ya'ni islom harakatidagi insonlardagi agar bu liberalizmchilar o'zining ideyasi rost bo'lsa, ya'ni erkinlik ishonadigan bo'lsa, ya'ni liberalizm bo'lib siyosiy erkinlik ishonadigan bo'lsa, nima uchun bizning siyosiy erkinligimiz mana bir vatandosh buning tashkilot qurish haqqi va buning partiya qurish haqqi va buning o'zining qimmat qarash yashash haqqi va bizni e'tirof qilmaydi. Nima uchun bizning gapimiz qilmaydi? Bizga zulm qilayotgan, bizni bo'zaq qilayotgan tajovuzchilar yana qanday o'rin oldi? Demak bu saxt kazzab, demak bu shaxsiy manfaatchi degan bu nuqta bilan demak avlarning maydoni bo'lmaganlik uchun Xo'sh. diktator olsun, mustabid olsun şunu yalaksını qilganlik uchun bu yerda islom fikridagi insonlar bilan liberalizm aqimi orasida kimlik krizisi shakllandi. Bu krizis bugun qadar mavjud. Demak bu kimlik krizisiga bir asr mobaynida bu shaklda muomala qilinib kelgan. Biz bu yerda o'zimiz misol qilsak, bizning Uyg'urligimiz bilan
irqicat, türkligimiz, musulmonligimiz bilan har qism bir-birisini talashlardan yuz bermaydigini, Uyg'urlikdan qat'iy voz kechmaydiganligimiz, biz uni o'zimizdan tanlamaganligi, balki Allohning bizni Uyg'ur qilib yaratgan faxrlanganligimiz, aqidamizdan uning faxrlangan ikkisini orasida har qism bir-birisining zidlik yo'q ekanligini biz takrar to'xtaldik. Bizda bu kirsiz mavjud emas. Ammo islom tasavvuri, islom uchun sog'lom bo'lmagan insonlarni aqidani oldin o'rin qo'yamdik, vatannim yoki millatim deydigan o'zaro bu kimligimizga 8 turlik omilni bir-bir so'qashtirib, jangchilar tariqan Xitoy istixbarotining o'yin o'ynayotgan bir qism ahmoqlar to'g'ri dunyosida mavjud. O'ynayotdi. Buni o'laman his qilib yozsa yaxshi. Xo'sh. Endi ong saviya kirishisiga qilingan muomala haqida bir qancha misol keltirsak. Ben bu krizisten ki 3. kriz sapa meselesiydi. Ong seviyede. Bu yukarılardan mı karışmak kriz en xatarlı kriz. Muş yukarı siyasi kriz, kimlik krizisi, ong sapa krizi aşıklıkla keltirip çıkardı. Yani bir tarafki ahmiyet öğrendiğinde yani bir taraftan çatak çıkıyor. Aşıklık bir yerde ya o men dindar da bir yerde aşıklık oldu ya ki benimki bir İslam bile işim yok. İsmimde Müslüman bolsam kaldı. Ama kalan işi de ya garipçi olaman, ya Xitayçı olaman, ya Hindiçi olaman deb qimmat qilish voz kesse bu yerda aşıklık şekilde. Fakat bu yerda aşıklık Müslüman bolsa çıkmaydı. O'zininki qimmat qilishi, asas qonuni, milliy iroda bu nasldan xalqqa vaqti bu aşıklık hamma millatda har qanday dinda mavjud. Xo'sh. Endi ong sapa yoki ong saviya kirisiga muomala qilishda bir qancha xil shakl mavjud. Masalan, buning birisi o'tmishparastlik. O'tmishparastlik deganimiz, ya'ni har qanday bir insonning o'zining o'tmishiga qarshi, o'tmishdan ibrat olishi, ilhom olishi o'ziyalliq emas. U kiriz hisoblanmaydi. Mesela İslam fikrida o'tmish qaraganligimiz, ya'ni turasimizga, mirosimiz qaraganligimiz hargizmi kiriz hisoblanmaydi. Kiriz ne derse, biz o'zimiz duch kelayotgan bugungi krizislarning chorasini faqatlam o'tmishdan olamiz deb qarasak, u vaqt chatoq aşağı chiqadi. Masalan, ba'zilarki olimlarimiz izlanmagan masala yo'q. Har qanday masalaning javobini olimlarimiz bir bo'lgan deganga o'xshab bu xil ijtihadning yo'lini kesib ijtihadning yo'li buni kirib olsak, bu yerda o'tmishparastlik bo'ldi. Bu o'tmishparastlik nima kelib chiqarsa, oshqullikqa olib bordi. Masalan, birozdan keyin buning izohatini berishim mumkin. Demak, o'tmishparastlikning o'zi yomon emas, balki o'tmishparastlikning o'ziga tayinib olish bu xatarlik emas. Ham o'tmish yasiga yashagan mutafakkirlar, aqlli insonlar qarasak va shu davrninki jamoat arboblari va qahramonlar qarasak, ularning bugungi 21-asrda yashagan bo'lsa, o'zining ba'zi fikrlari yolg'on bo'ladi. Demak, u hujjatga kelgan, dalilga kelgan bo'lsa, uni yolmaydi. Bugungi loyiha yozgan bo'ladi. Qur'on sunnatda aniq kelgan hujjat yolmaydi. Ammo siyosiy ijtihodlari, siyosiy ko'zqarash bugun yashagan bo'lsa, ular yolg'on bo'ladi. Ba'zi qilib solgan ishlarda mushtam qilib solganmiz deb o'zi xijil bo'lgan bo'ladi. Hatta bizning imomimiz İmam Ebu Hanife rahmetullahi alayhi bugun bo'lgan bo'lsa, ba'zi ko'zqarash bugun o'zgartgan bo'ladi. Eng chong imomning birisi. Shofiy bo'lgan bo'lsa shunda, Malik bo'lgan bo'lsa shunda, Ibn Abbas bo'lgan bo'lsa shunda. Ammo ma'u fiqhiy masala, ammo siyosiy masalaning mutlaq ko'p qismini biz nima deb atadiq? Aqliy masaladir. İjtihad meselesi, tadqiqot meselesi, izlanish meselesi. Bu davr qarta, zaman qarta, sharoit qarta asos prinsipga asosan o'zgarib turdi. Mesela bir misal qalay. Onda deyishimiz sababi. Demak, burun insonlar bo'lgan bo'lsa, mutafakkirlar bo'lgan bo'lsa, ba'zi o'zgartirdik. Ammo afsuski bugun kunlikda ba'zi bir insonlar burunqi insonlarningki ijtihadlar ko'z qarash shu bo'yicha yazsak bo'ldi, uningdan qat'iy midirlash bo'lmaydi. Aşuldan çapını bizge maskeladı, aşuldan ki siyasi tüzüme, yani aşağılık icraat karakterlik, devlet, tiklaş, idare kılış, başkuluş, hepimiz bugün maskeladı değil mi? Bu xil katmal hukumdaki insanlar mevcut. Mesela qalay. Sahabalarının ki halif saylaş, yoki reis saylaş usulü qarsak, 4 halifenin ki birbirisi o'xshamaydigan 4 xil şekilde bu. Bularning ki reis saylaş bugün zaman tili boyunca devletlerin reisinin sayılaşının ibaret. Bu kullanılan usulleri, ijtihadi mesele mi yoki Kur'an sünnet hücceti var mesele mi? Kur'an sünnet ne deydi? Sizlerge çokum reistin birisi buluş lazım dedi. Emirdin birisi buluş lazım dedi. Prezidentin birisi buluş lazım dedi. Bunun muayyen ölçümü süpüt oluş lazım.
Qaviyun amin deganga o'xshash. Layoqatlik, iqtidorlik, ishonchlik, sapolik, dunyoda oxirat tang birlashtirib bo'lgan islomning qimmat qarshiga uyg'un sifatli birisi bo'lish lozim. Lekin uning ismi yo'q. Qanday shaklda uni saylash to'g'risida Qur'on va sunnatda gap yo'q. Bu shu davrdagi insonlarningki ijtihodi bilan deb chiqqan bir usul. Shu 4 xalifaninki saylanishi 4 xil bo'lgan. Biroq bu zamondagi bu kishilar yoqa davlat raisini Abu Bakr saylangandek saylash lozim. Yoqa Hazrat Umar saylangandek saylasak bo'ldi dedi. Bularning nazarida bir bo'lak insonlarni yig'sak, buning uchun 6-8 ni shura a'zosi qilib saylasa, shura a'zosi g'achchilama Ahmad Amsam bizniki raisimiz oldun, amirimiz oldun, sana bayatni berdik. Musulmonlarning sultanısan, xalifasisan, amirimiz sen desaklar mushfiqda qolgan insonlar hammasi uning bayat qilish lozim. Olim bilan ishimiz yo'q, mutafakkir bilan ishimiz yo'q, mujtahid bilan ishimiz bizning deganimiz hisoblaydigan bir qism qatman insonlar bugun mavjud. Bu yerda qarasak biz Amirul Mo'min deb da'vo qilgan, bu yerda qarasak bizni xalifa deb da'vo qilgan hammasi mush qatmal xato angdan kelib chiqdi. Ammo bu qarindoshlarga shuni deyishimiz kerakki, bu tarixiy voqelik. Siyosiy harakatlardagi, siyosiy faoliyatlar, tarixiy voqelik Qur'on sunnatda dalil tayanmagan bo'lsa hujjat bo'lolmaydi. Qur'on sunnatga tayanmagan tarixiy voqelik ijtihodiy masaladan iborat. To'g'ri bo'lishi mumkin, xato bo'lishi mumkin. Shu Osmon davlati u o'tgan siyosat manda qilish lozim degan umid. Men takrar ilgari necha qator misol berdim. Abbosiylar manda bo'lib ketgan degan umid. To'g'ri bo'lgan bo'lsa, Qur'on sunnatning ro'yiga uyg'un siyosat yurgizgan bo'ldi. Unda bo'lmagan bo'lsa, u siyosat xato. Gerçi uning ismini xalif deb atayapmiz. Masalan, Hajjojninki xalifasi misol qilsak, Abdulmalik 20 yil hokimiyat bo'lgan. Hajjojga o'xshash bir eng qonxo'r, eng jallod odamni vazir qilib saylagan. Bu islomning falsafasiga, islomning siyosatiga uyg'un davlat siyosati emas bu. İslamning xalifaligi emas bu. Diktatorlik, mustabidlik. Uning o'xshash nechilagan misollar mavjud. Bu ansapa krizga birinchi masala o'tmishparastlik. Ya'ni hamma narsa o'tmishdi bor deb qaraydi. Ikkinchi masala ansapa krizda oshqullik qilib bo'lgan omillarning birisi mavo o'tmishparasi bir bo'lgan, ikkinchisi bilarmanlik da'vo qilish. Ya'ni bilarmanlik qilish. Ya'ni diniy ma'rifatning bir qismini uzib olib, uni dinning boshqa taraflaridan cho'ngaytirib o'tish. Bu ilmiy o'lchamga yoki shariatning maqsadlariga hech uyg'un kelmaydi. Xo'sh. İslamdagi ilm ma'rifat manbasining bir qismini tutib yurib eplam, buni boshqa qismining ustida turadi, dadisi bo'ladi, aksi bo'ladi, ya'ni bishimisi deb bundan markaziy nuqta qilib qolganda cho'rib tashlash yoki e'tibor bermaslik bu ilmiy o'lchamga uyg'un emas, shariatningki maqsadiga uyg'un emas. Masalan, misol olaylik. Tasavvuf aqidadagi ko'plagan jamoatlar yoki ko'plagan tariqatlar karomat masalasiga ajoyib ahamiyat beradi. Avliyoning karomati bularga nisbatan dinning markaziy nuqtasi. Shung bular qarshi avliyo osmonda uchadi, suvda, dengizda hech nima qaramay uchib o'tadi. Butun g'amit dinning markaziy nuqtasi buning markazi. Bu oshqullik yana bir tarafga pesada, aks sada paydo. Yana bir misol olaylik. Tabliğ cemaati. Bular edi Allah uchun da'vatga chiqish, 4 kunlik, haftalik, 40 kunlik deganga o'xshash. Bu dinning markaziy nuqtasi deb qaraydi. Ya'ni tabliğ cemaati qo'shilgan odam 7 kunlik, 40 kunlik chiqmasa, bu dinni amal qilgan bo'lmaydi. Bu tabliğ qilish uchun din yetkazsin, kitob yozsinmi beka, kitob jurnal chiqarsin beka, televizor ekraniga chiqib so'zlasin beka, yana bir so'zlasin baka. Dinning markaziy nuqtasi har yilda 40 kun yoki 7 kun cho'qim bu musafir bo'lib dunyoni aylanib da'vat qilish lozim. Dinning markaziy nuqtasi shu. Qolgan shular bizning korimiz yo'q deb qaraydi. Ammo hizbunda tahrir misol qilaylik. Baloy ofatning sabablaridan birisi bo'lgan. Bundan butun g'ami siyosiy hokimiyat nuqtasi. Bular xalifalik tuzumini deydi. Yoki mandasi bugun zamon til bo'yicha siyosiy tuzum masalasi dinning markaziy nuqtasi qiladi. Butun tasavvurlarni mush nuqtaga markazlashtirdi. Bularcha olsa Qurayshdan birisi chiqiblar o'zini xalifa deb e'lon qilib chiqlansa ishtudi. Dinning markaziy nuqtasi shu. Qolgan biyadalik, axloq degan, qalbni poklash degan, dunyoviy
İslam'ın göz karşı, medeniyet, insanlık degan bu nesiller olanki iş yok. Demek bir yerde dinning bir kısmını qabul qilib, qolgan qismini qabul qilmaslar, yoki bir qismiga amal qilib, qolgan qismini sal qarash, bu nimani keltirib chiqardi bo'lsa, oshqulliqni keltirib chiqardi. Oshqulliqniki haqiqiy oq ko'rinishlari bundan iboratdir. Xo'sh. To'rtinchi sabab bu ansapa kirish to'rtinchi sabab metod xatoligi. Ya'ni metod xatoligi deganimiz oyat hadislarni izohlash qoidalariga rioya qilmaslik. Bu en ağır hatalıklardan birisi. Mesela bu metod hatalığı çıkıp kalgan insanlar karşı, bular özlerinki göz karşı uygun kelgen ayet bilen hadis olsa alıdı, başka özlerinin göz karşı uygun kelmeyen ayete sokmaz, ona kömezse öteki. Hem de bu özden uygun kelgen ayet hadisin özden göz karşıga uygun izahlaydı. Ama muş meselede yani izahatta mujtahid, mutafekkir, feylasuf alimlarninki itibarıga göz karıştırı olsun mu? Kömezse öteki. Olmaydı. Mutafekkirlerin, mujtahidlerin göz karışı olsun mu? Olmaydı bu. Metod hatalı düşken. Demiş ki özüne en çok feylasuf sanaydı bu. En çok mutafekkir sanaydı. Nahnu ricalun ve hum ricalun dep lan. Bayrak götürüp çıkıyordu bu olay. Mesela alayım. Hakimiyet meselesi de İslam şeriatı bilen hüküm yürgüzmeyen adam kafir oldu diyen bir hüküm. Mesela ve men lem yahkum bima anzalallah fe ulaykum kafir. 3 ayet var. Bu 3 ayetin tefsiri de buranki mutafekkir mujtahidlerimiz qarsak, bularning ichida İbn Abbas qarsak, bu yerdagi kufrni kichik kufr deb tafsir qilgan. Kufrun duna kufr. Demak bu yerda shariatni hukm qilmaslikda bu yerda darja bor. Xo'sh. İslam'da fakat itibar qilmasa, ko'z qilmasa, yarmaydi deb qarasa, xolos dindan shikayat. Lekin yo'q, İslam'dan shikayatmadi, İslam'ni inkor qilmadi, ammo besim bilan, zulm, zaman shu deb yana bir nima qilib, yana bir nima bilan bana ko'sib o'tgan bo'lsa, bu yerdagi kufrlik uningga dindan chiqib ketgan kufrlik emas, murtadlik emas. Balki osiylik, fasiqlik, fajirlik. Shu bu yerda Ibn Abbas nima deb tafsir qilgansa, kichik kufrlik degan. Ammo bular bunu anlaydı. En çok müfessirinin sözünü bu yerde kabul kılmaydı. Çünkü özlerini en çok allame, en çok müjdahid deb özlerine muğur vasqa insanlar bola. Xo'sh. Demek bir yerde metod burlu sebebinden onu kabul kılmaydı. Enin kendinden bir yerde ya mecburlanğandı, ya besim boğandı, ya şarait bulmagandı. Degen bunda özünün kabul kılmaydı. Mesela bugünkü mevcut boğan İslam ellerde mevcut olan devletlerin bazıda cazanı alakadar bankılı olan olsa, cazan mevcut olurken bu devletin hakimiyeti tamamen kafirlik kısmıydı. Belki mecbur olup kalındı. Üzdeki sistemimizin şekillendiğince dünyavi fılsodu muamızın yürgüzüş için bir mezgil açtan ihtiyaç bağdı, züruriyet deydiğen gibi bağdı. Bunu mu itibar kalmaydı? Demek cazalı bankası bağımı, bir soğusun bağımı, bunda olan ki bu kafir değil. Kamga teyye bular. Bu metod hatalı. Yani ansapa krizisi. Bu aşkulluğun sebeplerinden birisi. Yani bular qarsak, hüccetlerin zahiri qaraplam hüküm çıkırın. Yani bu şeriatın bir nişanı var. Şeriatın bir məqsidi var, onun qarmaydı. Mesela alsak, bular bir mesele doğrusu gelgen ayetlerini hemmesi bir şey yığıp, onun bir bütün hüküm almaydı. Ya ki bir mesele gelgen hadislerini hemmesi yığıp bir bütün hüküm almaydı. Bir tarafını eplam şunun kartta düşenizde bayan kıldı, kağını köz yumadı. Mesela, kafirlar bilan dostlashish to'g'risi kelgan oyatlarni bular zoiri bo'yicha hukmni izohlab, demak, bunun qanday hukm chiqarsa, kafirlar bilan yordamlashgan kafir davlatlar bilan yoki ular bir ofat yo'liqqan bo'lsa, iqtisodiy jihatdan yordam bergan yoki diplomat, konsul etish degan o'xshash bir munosabat o'rnatgan davlatlarni nima deb hukm chiqardi? Kafir deb hukm chiqardi. Nimiş kalsa Allah'ın nezaretiga muvala. Yani bir yerdeki dostlaştı. Demek bir yerde küfür bilen dostlaşıyor, küfürlük gelip vardı dedi. Ama mutafekkir alimlerimiz, mujtahid alimlerimiz, hakik alimimiz nezarda kandaktır bir yerde. Kandak adam murtad oldu. Kafirleri bir bütün yan baskan. İslam ve Müslümanların zina kafirler taraf tuğan. Kafirlerin hemmeden yakın köygen, Müslümandan evla köygen adam dedin çıktı. Ama insani ortakçılık mezmesinden, siyasi menfaat noktasından, iktisadi ticaret noktasından ve başka noktalardan münasebet ornatıp normal
yaqin o'tgan qandaqdir bu islomga ziyon etganmigan, musulmonlarga ziyon etganmigan bu insonlar hargizmi u yerda nima bo'lib ketmaydi olimlar nazarda? Murtad bo'lmaydi, kafir bo'lmaydi. Masalan, bizga ba'zi ellarni misolsa, hammasininki konsul var bir yerde. İhtiyaç bağımız, ihtiyaç bağımız. Zöruriyet bağımız, zöruriyet var. Demek bir yer kafir devletlerle diplomat münasebet ornatkanlar, küpürlük başladı. Yok. Şöyle ne? Yani kafirlerine dedi. Müslümanlardan evla bilgen olsa, bütün vücudu yan baskan olsa, İslam Müslümanın zina çıkan olsa, o ayrılmaz. Ama normal haletli münasebet, hiç kadar bu küpürlük alakası yok. Çünkü bu aşkın fikirdikine, Xalqaro Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lish yoki adliya mahkamasidan foydalanish yoki bexatarlik majlisiga qo'shib bu organlarga a'zo bo'lish yoki qatnash degandek bu ishlarni hammasini nima deb qaraydi? Kofir. Chunki kofir quvgan tashkilot kirishning o'zi qabul qilishning o'zi kufrlikdir dedi. Bu nimadan kelib chiqadi? Metod, manhaj xatolikdan kelib chiqadi. Saqofa, kultur, ansaviya xatolikdan kelib chiqayotgan. Demek biz yukarıda en deslab degenimiz aşkar közeynek sanmay kögün olgan töt görünüşü olgan bolsa, ma'u aşkullukdaki haqiqiy görünüşler bu yerden kelip çıkıyor. Yani bular qarsak bir misal alsak Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tefsir qilishda bu kilis sebebi deydigan bir Ayetning tushish sababi. Tush sababi deydigan bir nokta. Yoki ayetdagi maqsadi bor. Bu yer qaramaydi. Şunu bular kafirlar haqqida tushgan, ya'ni dushman kafirlar haqida. Urush bo'layotgan kafirlar haqida, jang maydonida bo'layotgan kafirlar haqida tushgan oyatni tinch yashashni tanlagan kafirlarga tatbiqladi. U mu kafir, bu mu kafir, bundan ikkinchisi o'xshash kafir. U jang maydonida tushsin bo'libdi, tinch holat tushsin bo'libdi. Aslida emas. Oyat jang maydonida tushgan bo'lsa, jang maydonidagi kafirlar maqsad qilgan. Ammo tinch o'rnatgan, diplomat munosabat o'rnatgan, chiqishib yashash nazariyasiga kirgan bu kafirlar olsa, bunun hükmü ana olan ayrım. Ayrım bo'lishi kerak. Bu ayetlerin her birisinin maqsadlari var. Shundan bular kafirlar haqqida tushgan oyatlarni musulmonlar tatbiqlab. Jang maydonida tushgan oyatlarni tinchlik vaqtida tatbiq qildi. Xatolik va manhaj xatolik, metod xatolik bu yerdan kelib chiqadi. Bu sebepten uni kafir, buni murtad, uni tağut, buni shayton deb xapolik tarishning sababi bu metod xatolik. Ansapa xatolik. Bu aşkınlık etbardagan amlarınki, en mühimlerinki birisi sanırım. Köp rahmet tafsili tushundirildi. Vaqtimiz mi tugab qoldi, ammo shu oxirida qisqa bir shaklda tugatsak, shu aşkullardagi psixika buzilishi, yuqoridagi so'zlangan narsalar aminatda bu kadar ro'shan, dinimizda bu kadar hamma dağınık alimler bayan kılgan turuqluq bu derecede psixika buzilishi meydana kelishininkı sebepleri nimiş qilmay bo'lib turdi. Buni bir tushuntirib tugatsak bo'ladi. Ama bu aşkınlıkdaki sebeplerinden birisi yukarıki daireye tava dişkin bo'ldi. Yani ansapa dairesiga kirgizishkin bo'ldi. Yani aşkınların psixikasi nimiş normal emas. Nimiş buzuq. Bu nereden ki insanın psixikasının buzuluşu, bununki demesiz bağlı, ideyasiga bağlı. Ansapasıga münasebet mesela. Bunda bir gap var. Krizis içinde yaşayılgan insanlar daim şunluk his qildigan fikrlarni ishlab chiqarishga mayil keldi. Krizis yaşagandikan şunluş tarafi kuchliroq bo'ladi. Hem boshqalarda intiqom olishga tashabbus qilgan fikrlarga ahamiyat berdi. Qabılıqçılık oğanlıqçı. Bunda fikir hem de hoş yakıdı. Hoş yakıdı. Hem de aşkın, ikim kirip kalgan insanlar qarsa, bunlarda g'azablanish tuyg'usi kuchli. Yaman ko'rish tuyg'usi kuchli. Etrafida o'ziga tava bo'lmagan, o'zining tashkilot tava bo'lmagan odamlarni yaratmaslik, ko'zgilmaslik, uning bilan bir so'rinda ichis qilish, kilishanmaslik, chiqishanmaslik degan qo'shish, bu xil illatlar bularda paydo bo'ladi. Ama diktatörlük, siyasi zulüm, müstemleke, bozak qilish, siyasi boşluktan ishga talash tartish jilmajradan chiqishi yoki siyosiy qalaymiqonchilikdan chiqishi va ijtimoiy sharoitlarning ya siyosiy sharoitlarning nachar bo'lishi bunday ahvollar uyg'unish harakati, taraqqiyot, gullanish, insonlarning farovon
turmush kechirish degan o'xshash bu ishlarga to'sqinlik paydo qiladi. Shunga bunga o'xshash ahvollar jamiyatda qarshi aqimlarni yoki o'qitichi aqimlarni barliq keltirdi. Bu noktadan izohlagan vaqtida aynı zamanda xavorijlar psixik haqida to'xtalyapmiz. Xavorijlar islomni shariatning maqsadiga uyg'un bo'lmagan asosda tushunib olganlik uchun hokimiyat Allohga mansubdir degan shuarni to'lg'ab hokimiyat qilichlarni ko'tarib maydonga chiqqan. Ya'ni xavorijlardagi chatoq nada psixikasining buzilishi narsa islomda bo'lib shariatning maqsadiga uyg'un tushunmaydi. Şeriatning maqsadini bilmaydi. Çataqning misal uchun psixikasi buzuq. Bular hokimiyat Allohga mansub deb shuar to'lab qilich ko'tarib maydonga chiqqan vaqtida bu nima degan gap? Hokimiyat Allohga mansub degan nima degan gap? Buni qanday izohlash kerak? Buni hokimiyat qanday tatbiqlash kerak degan bu tarafini tasavvur qilmoqlik. Faqat og'izda hokimiyat Allohga mansub degan gap bor, lekin buni qanday tatbiqlaymiz? degan bu vaqt o'ylab bakmalı, tasavvur qilib bakmalı. Çünkü hokimiyat Allohga mansub degan gap, ya'ni ilohiy vahining taqozosi bo'yicha siyosat yurgizish degan gap ilgari to'xtaldik. Ya'ni bir masalada Qur'on sunnat hukm bo'lgan shuni tutmaymiz. Ammo siyosat mutlaq ko'p masalada Qur'on bilan sunnatdan bir narsa yo'q. Bu vaqt qanday qilamiz? Qur'on sunnat dalil bo'lmagan bo'lsa, hokimiyat Allohga mansub desa, Allohni tushirib qo'yib hukm qilamdi. Yoki sinan degan gapim Allohning so'zi hisoblanadi. Bu yerga javob beraman, bilmaydi. Og'izda bosh shuar hokimiyat al-hukmu lillah, lekin u gapning nima ekanligini, qanday tatbiqlanganligini tushunmaydi. Bu nozik nuqtalarning birisi. Bunda hokimiyat to'lgan bilan shu kunlarda hokimiyat beshida bo'lgan eng ilg'or sahobalarning e'tiborga olmagan. Hokimiyat Allohga mansubdir. Shu zamonda mushxavorijlar dastlab maydonga chiqqan. Hokimiyat beshida kim bor etsa, eng ilg'or sahobalar bor. Shundan turug'liq bu xavorijlar oyatni o'zining kallasi, qonxo'r, qonliq izohati bilan tafsir qilib, Rasulullohning sahobalari eng ilg'or sahobalarni o'ttiribdi. İslamdan azatlık hareketi to'sqinlik qildi. İslam medeniyetini obrazını sertleştirdi. İslam devletinin heybetini tushirib etdi. Resulullah'ın medrese terbiyelengen, köz elde terbiyelengen, Hazreti Ali'ye o'xshash ve aşında ulug' sahabeler ya katta, mutafekkir insanlar hakimiyet beşik tutsa, ona itibar qilmaydi. Nima qilsa, Allohning hukmi bo'yicha, İslam bo'yicha bu devlet bosh qo'midi deb ashabini o'tiribdi. Niyati shunday yaxshi taqa. Demek bularni o'zi qarsak, bu xavorijlarning gapi qarsak, bular birer devletninki g'olchisi mi ketsa unday emas. Birer devletning istixboroti setilgan munofiq mi ketsa unday emas. Niyati yaxshi. Ya'ni niyati durust değil. Ammo fikrda chatoq bor. İdeyasi chatoq bor bular. Bu dinning maqsad nishonlarini bilmaydi bular. Ayet, hadis o'zi anglab olgan, bilib olganni zohir qarablan sen hata qildim. Xuddi bir munofiqdan bir payg'ambarimizga odil qilmadan degan qo'shib bu xavorijnimi? Hazrati Aliga o'xshash payg'ambar alayhisolamning ko'z oldida tarbiyalangan siyosiy bir insonga nima dedi? Sen xato qilding. Sening tutgan yo'ling xato, shariat bo'yicha hukm chiqarmadan sen kofir dedi. Sen bilmaysan siyosatni, men bilaman dedi bu. Çünkü falan ayet mundaq deydi o. O ayetning maqsadini bilmaydi bu fasiqlar. Ya xavorijlar. Naat qo'pol bu xavorijlar. To'ng. To'g'ri, bular fidokorlik ruhi bor. Badal to'lash ruhi bor. Qurbon berish ruhi bor. Lekin bularning tutgan yo'li nima desa, xato yo'l. Olim bo'lsa olim emas. Mutafakkir, mujtahidmiz, mujtahid emas. Lekin mujtahidlarningki haqiqiy olimlarning yo'lini yaratmaydigan oshqullik kirib qolganlik uchun xato yo'l kirib qolgan. Garchi fidokorlik bo'lsa-mi, jasur bo'lgan bo'lsa-mi, lekin tutgan yo'l xato. Shunga sahobalar o'tirib o'tadi bular. Rivoyatlarga ko'ra Hazrat Alini o'tgan Ibn Muljam degan xavorij islom davlatidagi qonunliq hokimiyatning 5 bo'lgan qanunsizmi? Qonunliq, yani bütün millet razı olgan. Hazrat Ali'ni o'tirib o'tgan vaqtida
Men Allah'a yaqinlik uchun o'tdim deb da'vo qilgan. Xavorijlarning da'vosi shu borni katta. Ammo tutgan yo'li xato, tafakkur xato, aqli xato. Şatak bir yerden kelib chiqadi. Demak, inson g'oya har qancha esil bo'lsa-mi, nishonlar har qancha buyuk katta bo'lsa-mi, diqqat qilgan narsa masa, g'oyaningki buyukligi, nishonning ulug'ligi har qancha katta bo'lsa-mi, shariatning maqsadiga rioya qilmagan chog'da siyosiy harakat bo'lsin, jihodiy harakat bo'lsin va boshqa faoliyat bo'lsin, tadrijiy hikmat bilan ish tutib bo'lmagan vaqtida bu g'oyadan nishon u odamga foyda kelmaydi. Balki u odamning o'zini, oilasini, jamiyatini kuydirib tashlaydi. Xavorijlik mavjud bo'lgan jamiyatda inson saqlanmaydi, oila saqlanmaydi, jamiyat, davlat saqlanmaydi. Afsuski. Ruhi fitnaning beshini kim tarbiya etsa, bu xavorijlik tarbiya. Ta hozirgacha 100 yillardan davom qiladi. Davom bugun kunlikda bu xil illat mavjudmiz, bugungi zamonning xavorijlari mavjud. Xud o'z vaqtidagi Hazrat Aliga o'xshash Allohni olim, mujtahid deb qaralgan inson e'tibor qilmaganda, bugungi zamonning xavorijlari olimlarni e'tibor qilmaydi. Xavorijliklarga nimasi o'xshash, logikasi o'xshash. Bu xavorijlar qarasa, ideyasi, fikr buzuq qo'ygan uchun bularning qilishlari dushmanning, haqiqiy dushmanning kallasi emas, musulmonning kallasi cho'klab yuradi. İdeyesi ansapaz hata yol kirib qolgan uchun o'zining avlodlarini harom moldan boqadi bo'lar. Balkim bu g'alati bo'lishi mumkin. Ya'ni bir musulmonning mol-mulkini bulab elib olsa, uni o'zining bolalari yudis harom deydi degan bo'lmamdi. Buning eng yaqin bir 2 oyning oldidagi misolni so'ralay. İstanbulda birisining 4 kilogram oltinni buladi. Xavorij aqimdagi. Bununki birisi yoki bir nechisi. Ben en ahir misal deb turib, burungi misollar emas. Buni hajlisa, bolalar harom yugizgan bo'lamdi, halol yugizgan bo'lamdi. Qaysi falsafa bilan, qaysi shariat bilan, qaysi maqsad bilan dalmush xavorijlik aqidasi bilan xavorij edisi. Bu birinchi qatimliq emas, takrar necha odamni bulag'liq bu xavorijlar. Mol-mulkini bulab, buni bilan jihad qilish lozim. Ya'ni bu melni elab, buni jihad qilish lozim dedi. Jihad işletken narsaning o'zi haram, setib olgan narsaning o'zi haram. Bir musulmonning mol-mulki o'rinsiz yana chekkusi. Demak, bu asli bu xavorijlar zulmga qarshi turish g'oyasidan chiqqan bo'lsa-mu, ammo keyingi vaqtlarda o'zi zulmning oshiqlariga aylanib qolgan. Ya'ni o'zi zulm qildigan bir maxluqqa aylanib qolgan. Bu tuyg'u yoki bu an öz zamanında xavorijlarning pishvosi bo'lgan Ibn Muljamni ko'ringan bo'lsa, Hazrat Alining o'tgan chog'da savob bo'ladi deb o'tganda, bugungi zamonning xavorijlarni ayda da'vo qildi, bizning o'tda savob bo'ladi deb qilgandi. Bugun kunlikda hozirgi zamon oshqullardan bu ideya mavjud. Bugungi zamondagi bir qism oshqullar qarsa, ya'ni jihad harakatlarining bir qismi salafiya jihadiya deb ataladi. Xo'sh. Jihad harakatlarining bir qismi jihadi salafiya deb ataladi. Bu hammasi emas. Bir qismi qarsak, bular salafiylikni da'vo qildi, lekin salafiylik vakillik qilmaydi. Jihadni da'vo qildi, jihadga vakillik qilmaydi. Chunki bular haqiqiy salafiylikka, haqiqiy jihad eng chong dushmanlik qilgan, eng chong zarar bergan maqsadlar. Xavorijlik ideyasi bilan. Islomdagi jihadning go'zalligini, ruhini sarflashtirib, bugungi terrorlik shakliga kirgizib qo'ygan vaqt bu. Bir qismi hammasi emas. Farqlantirish lozim. Demak, xulosaga vaqtimizda bu xavorijlardagi psixik illatini tövendekidek 5 nuqtaga xulosalab to'kdik, 6 nuqta. Bu xavorijlar o'zining mazlumlik da'vo qildi. Davomli zulm qilganligi, bo'zaq qilinganligi, qurbon bo'lib ketayotganligi, bu o'zining musulmonning manfaatini, islom davlat qurishini atlanganligini da'vo qilib chiqdi. Bularning og'zidagi gapni tatli. Biz zulm qilib ketyapmiz. İkinci bular o'zlarini xavorijlar ummatning haqiqiy rahbarlarimiz, liderlarimiz, yo'lboshchilarimiz. Ummatning masalasiga ko'ngil bo'lib chiqqanlarimiz. Men canimizni qo'limizga olib chiqqanlarimiz. Unda bo'lganda millat, ummat bizning keyrimiz menish lozim, millatning liderimiz deb qaraydi. Olim bilan ish yo'q, siyosiy bilan ish yo'q, yana hech kim bilan o qag'ilni tutsin.
Şu bu yerda olimni e'tibor qilmasning sababi lider biz deydi. Rahbar biz deydi. Canimizni o'ttirib qo'yganlar biz deydi. Xuddi bag'alli qash boshqalar chiroyli qahva ichib uxlab qo'ydi. Şu olimning so'zini olmaslar davlat quramiz deydi og'zida, shariat davlat quramiz deydi, islom davlat quramiz deydi. Lekin bu davlat qanday qursa, shariatga uyg'unligini na'dan bersa, buni kimdan so'raysiz? Onu qarab tur. Ya qarmag'an bo'lsa, o'zi bizsini paydo qilib oldi. Kichikkin biraz bildigan yoki bilmaydigan ahmoqdan bizni. Mana bizning olimimiz. Ammo haqiqiy o'lamalarning yo'lini tutib maqmaydi. Şu olimlar nima uchun yaratmaydi bo'lsa? Sebep lider bu. Biz emir, bunu ma'mur deb qaraydi. Yani psixikasi buzuq bo'ladi. Üçüncü bular haqiqat monopolchiligini da'vo qiladi. Yani haq bizda deydi. Bizning yo'limiz birdan-bir to'g'ri yo'l, qolganlarning yo'li xato deydi. Yani bularning nazarda mutafakkir olimlarning, mujtahid olimlarning e'tibor qiladigan ko'z qarashlari bo'lsa, uni e'tibor qilmaydi. O'zidan ko'z qarashini birdan-bir to'g'ri qolganlarning hammasi xato deydi. Bugün günlükte reallıkta mevcut bu ahval. Şunu bular özlerine selefiylikte yolu mağvatkalı biz, sünnetki birden bir uygun yolu mağvatkalı biz, kağana karşı ya bid'atçı, ya hurapatçı, ya ki murci'i, ya ki dinden çıkıp ketken tağut, kafir deplan karaydı. Birden bir muvahhid, selefiyge uygun, sünnetki uygun insan şu, kağana hamısı, ya ki murci'i, ya ki hurapatçı, ya ki bid'atçı, ya ki kafir dep karaydı. Psixikisinden bozulgan. Dördüncüden bular davamlı qalbi qilgandek xiyol bilan yashaydi. Xiyol bilan. Yine bütün dunyoni fatih qilib o'tib, islom bayrog'ini asligandek gaplarni qiladi. O'zining o'rnidan chiqolmay turib, bu jiq gap bu. Bir ikki yilda, ya bir ikki yilda men chiqqayda vatan nazat qilib turgan shuarlarni to'xtamay, dunyosi taqtib turib bo'ldi. Yaqin qisha. Bir qism insonlar. Ha boshqa oshqullar qarsa, bütün dunyoni pat arda fatih qilib o'tadigandak xiyollar bilan boshqalarni aldab keladi. Beshinchi qarasa bular mutakabbir. Poch. Shunda yo'g'on gap qil. Birdan bir to'g'ri yo'lda manayotgan odamlar hammasi ulug' insonlardek aynda tuyg'u bilan gap qiladi, aynda tuyg'u bilan ish qiladi. Ankat ish qilayotgan bu boshqa. 6-cı alayidligi bundan dini meselelerdi mi? Bilimsiz to'g'rilik, sapasiz to'g'rilik, nadan, aqlsiz to'g'rilik dini meselelerni o'rinsizchilik qildi. Bildigani ya kichikgina. Ya bir kitap o'qidi ya o'qimadi, bir olimni oldiga kelib qolsin munozirlashiman deb turdi. Jidallashiman deb turdi. Bir mesele bilib olgan bo'lsa, yoki aqidaning tarmoq masalani o'tirg'a chiqib olgan bo'lsa, uni bütün aqidaning asosiga o'xshash aqida ko'rishib maydonga chiqdi. Bir aqidaning tarmoq masalasini muhabbat nafrat masalasiga bog'lab, g'achchidlam, yoki buni musulmon yoki nimaga chiqaradi? Eng ozi fasiqqa yoki tag'ut chiqaradi. Masalan, Turkiya misol qilsak, hukumat tarafi turgan bo'lib qolsa yoki uningki belgilangan imomlar va masjidlar namoz o'qigan bo'lsa, nima deb qaraydi? Ba'zilari xavorijlar namoz maqbul emas. Tağutdan masjidda namoz o'qigandan keyin namozdan qabul emas. Demak, bu emas psixikasining buzilganligi metod. Xatolik bilan birlikda bu xil holatlar keltirib qo'yadi, psixikasi bo'lganligi uchun. Demak, bu yuqoriga omillar, ya'ni cho'ng bo'lib siyosiy krizis, kimlik krizisi, ansapa krizisi. Ansapa krizisining ichida o'tmishparastlik, diniy ma'rifatlarni bo'lib uzib elish, metod burilishi, psixikaning buzilishi, yana bir nuqta bor, o'ran kirmaymiz, vaqt o'shab ketdi. Shariatdan maqsadlarini bilmaslik yoki uni rioya qilmaslik iborat. Bu 5 turlik omil. Buningki ansapa krizisiga eng cho'ng illat hisoblanadi. Mush ansapa krizisiga bu 5 turlik omil yuqori qilingan qo'shimcha nega boshlab beryapti yoki nima shakllantiryapti? Oshqullik engini maydonga keltirib chiqaradi. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Nihoyatda tafsiliy to'xtalib o'tdik. Bir saatdan oshirib degandek to'xtalib o'tdik. Ko'p rahmat.
Qadrli görürmenlerimiz, şundan qılıp bugünkü 84. sanımızın müşahede ahırlaştı nayeti tefsili 2 bölüm qilish gerek bolgan meseleni birli bölüm tügütüp attık. Qalan tefsilatını siyasi aşıqulluq degan bu kitapta ötken saat sözlegen temimiz ve bugünkü sözlegen temimiz tefsili müşahede düşendirilgen. Bu Hasan İbrahim Doğayim'ninki kitabını Ustad Abdurrahman Cemal tercüme kılıp sundu. Arkası kitapxanalarda bunu tefsili okup çıkışlarını tavsiye qılımız. Resimine ait yaxşı ifadalanyp turmana. Manga ağımda özgergendikin bütün muşundaq ot hem yani qaplaylan gap. Xoş, şunda olsa Allah ömür basa aldığımız iki sandık görüşkice aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.